hozir sizlarga juda ham ajoyib brokerni tavsiya qilaman. Do'stlar, bu broker bizning birinchi depozitimizga 15% bonus beradi hamda undan tashqari $17 bizga pul beradi. Buni hammasini video davomida batafsil tushuntirib boraman. Mana shu brokerda ro'yxatdan o'tishni, ya'ni havolasini video tagida qoldiraman, ya'ni kommentariy orqali kirasiz va havolaga bosib ro'yxatdan o'tib olasiz. Havola orqali ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizlarga albatta bonuslar beriladi. Va biz mana join now degan tugmaga bosamiz va hozir sizlar bilan ro'yxatdan o'tib olishni ko'rsatamiz. Qarang, birinchidan qatorga o'zingizni ismingizni hamda familiyangizni hamda o'zingizni email pochtangizni va telefon raqamingizni yozib, open account degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz ro'yxatdan ham o'tib oldik. Mana Amarkets brokerdan ro'yxatdan o'tib olganimizdan so'ng bizda mana shunday bo'lim ochiladi. Do'stlar, mana bu misol uchun 15% bizga misol uchun 48 soat davomida misol uchun bizga beriladi. Ya'ni 2 kun ichida misol uchun pul kiritishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun do'stlar, agar birinchi depozitda misol uchun $2000 kiritadigan bo'lsangiz, hisobingizga $2300 bo'lib tushadi va bularni bemalol savdo qilib olsangiz bo'ladi. Hozir video davomida sizlarga AI orqali ham savdo qilishda ham ko'rsatib o'taman. Endi birinchi navbatda hozir biz verifikatsiyadan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Verifikatsiyadan o'tib olish uchun biz profil tugmasiga bosib olamiz. Do'stlar, endi hozir sizlar bilan birgalikda My Profile degan tugmaga bosib olamiz. Bosib olganimizdan so'ng biz birinchi navbatda o'zimizda email pochtamizni verifikatsiyadan o'tkazamiz. Buning uchun verifikatsiya email degan tugmani ustiga bir marta bosamiz va bizda email pochtamizga kod beriladi. Shu kodni tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Do'stlar, biz email pochtamizni tasdiqladik, ya'ni kodni kiritdik. Endi sizlar bilan birgalikda misol uchun telefon raqamimizni tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun telefon raqamimiz, ya'ni Telegram ochilgan telefon raqamimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Shu Telegram bo'lishi kerak. SMS kod Telegram orqali yuboriladi. Mana Telegramni bosamiz va hozir mana bizning Telegramimizga kod yuborildi. Kodni tasdiqlaymiz. Do'stlar, tasdiqlab bo'lganimizdan so'ng biz hozir mana My Profiledan eng pastki bo'limiz hamda bu joyda biz mana Add Document degan tugma bor. Mana shu joyga misol uchun biz o'zimizning pasport ma'lumotlarimizni hozir tasdiqlab olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar, va biz Continue degan tugmani bosib olamiz endi. Continue degan tugmani bosganimizdan so'ng do'stlar, mana bu joyda biz o'zimizni misol uchun pasport yoki ID kartamizni skaner qilishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu pastdagi tek, ya'ni picture, ya'ni rasmga olish degan bosib olamiz va hozir biz o'zimizni pasportimizni skaner qilib yuborib olamiz. Do'stlar, xuddi shunaqa tarzda pasportingizni hamda email pochta, telefon raqamingizni tasdiqlaysiz. Tasdiqlab bo'lganingizdan so'ng sizlarga email pochta orqali, ya'ni xabar yuboriladi. Xabar yuborilgandan so'ng do'stlar, to'liq verifikatsiyadan o'tib olgandan so'ng biz hozir misol uchun mana bu 15% kerak bo'ladi. Do'stlar, 15% bonusni olish uchun sizlar birinchi navbatda ko'proq misol uchun depozit qiling, chunki ko'proq pul tushadi. Bu bir martalik beriladi. Shuning uchun $2000 misol uchun undan ko'proq miqdorda kiritsangiz bo'ladi. Qarang, kiritish uchun depozit degan tugmaga bosamiz. Bosgandan so'ng biz o'zimizning misol uchun standart shotimiz bo'ladi. Shu standart shot orqali misol uchun USDT TRC20 orqali USDT BEP20 kriptovalyutalar orqali pul kiritsak bo'ladi hamda eng muhimi do'stlar, bu joyda mana biz Uzcard, Humo kartalar orqali ham misol uchun bemalol pul kiritib olsak bo'ladi, ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tarzda misol uchun pul kiritib olsangiz bo'ladi do'stlar. Pul kiritib olasizlar. Misol uchun mana Visa karta ham bor. Mana Visa kartalar orqali ham pul kiritib olasiz yoki kriptovalyuta orqali. Endi do'stlar, juda ham ko'pchiliklar misol uchun savol beradi, qanday qilib hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shib olamiz deydi. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, buning uchun mana plus tugmasini bosamiz. Bosgan bu joyda misol uchun standart shot yoki 0 shuni chiqadi. Standart tanlaysizlar hamda MetaTrader 5 hamda bu joyda tanlab qoldirasizlar va Open Account degan tugmani bosib olishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir misol uchun bizda email pochtamizga ham kod yuborildi. Misol uchun login parollar ham yuborildi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizda username berilgan, username'ni hamda parolni, server nomini ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Hozir sizlar bilan, ya'ni MetaTrader 5 ga kiritib olamiz. Do'stlar, mana kiramiz. Qarang, mana kirgan paytimiz bizda xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu joydan plus tugmasini bosamiz yoki mana trading account qo'shishni bosamiz. Bosgan paytimiz bu joy broker nomini, ya'ni server nomini kiritamiz. Mana Amarkets Real deb chiqadi. Ustiga bir marta bosamiz. Bosganingizdan so'ng loginga username kiritasiz. Parol ham berilgan. Bu parollarni ham kiritamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga username berilgan. Username'dan misol uchun login kiritamiz. Parolni ham kiritib. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir biz mana Amarkets, ya'ni brokerni
MetaTrader 5 ga qo'shib oldik. Xuddi shunaqa tartib misol uchun hisoblaringizni qo'shib olsangiz bo'ladi. Keyin misol uchun bu joydan bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Misol uchun juda ko'pchilik yuzida savdo qiladi tillada. 100 savdo qilish uchun mana bu joyda keraksizlarni o'chirib tashlaymiz. Buni o'chirish uchun qalamchani bosasiz va mana bu tanlaymiz tepadagi o'chirishni. Kerak emasini hammasini o'chiramiz do'stlar. Bu misol uchun biz bu misol uchun parada savdo qilmaymiz. Bizga misol uchun kerakli larni qoldiramiz va qolganlarni o'chiramiz. Mana o'chirdim. Endi sizlarga o'chirgandan so'ng hozir H100 ni qo'shish uchun mana plyusga bosamiz. Bosgan paytimiz bu joyga H100 deb yozsak chiqadi. Mana birinchisi. Mana qo'shib olamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana H100 deb qo'shib oldik. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda qo'shasiz. Qo'shganingizdan so'ng misol uchun mana New Order degan tugmani bosasiz. Hozirdan misol uchun do'stlar hisobimiz verifikatsiyadan o'tish jarayonida turgan savdo xuddi shunaqa bo'lyapti. Ustiga bitta bosib, misol uchun New Order degan tugmani bosib, bemalol buyer sell ochib, misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda ishlaysizlar. Mana charts bo'lim bor. H100 tanlab qoldirib ishlab borsalaringiz bo'ladi ekan. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Ro'yxatdan o'tish havolasi video tagida.